Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xohlasa yana bir obyektimiz. 1 skatli naves, 8 metrga 1 skatli naves qilingan. Orqa tomoni molxona qilingan. Molxonaga 11 metrli naves. Bu tomoni 8 metrli naves. Stoykalari shivillerdan bo'lgan. Baliq baqish uchun 8 metrli zdaniyani tom qismini yopib berdik. Ochiq ayvon qilib. Ko'rib turganlaringizdek, konteyner profilidan 100% hamma joyi bo'lgan. Ishlarimiz Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab, 12 ta viloyatlar bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Konteyner profildan o'ta yengil variant, ham cho'ntakka ham yengil, nagruzka ham kam variant bo'lgan. Ustun saroblari ham orasi 4 metrdan qo'yilgan. Shivillelarimizda ikkitasi bitta qilingan holatda, korobka qilingan holatda qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek, haqiqatan chiroyli, baquvvat, mustahkam bo'lgan. Xudo xolasa tunikaga tayyor holatga olib kelganmiz. Mana bu tomondan ko'rinishi. Tekizliklari ham tekis, stoykalar ham Xudo xolasa urvinga olib, baland-pastini urvinga olib qo'yilgan. 100% ishlarimiz juda chiroyli, mustahkam holatda. Mana ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa zigzaglari ham, stoykalari ham, uklomlari ham juda chiroyli holatda. Ko'rib turganlaringizdek, Xudo xolasa shunaqa zdaniyalar bo'ladigan bo'lsa aytaverasizlar. Mana bu tomoni molxona 11 metrga qilingan, uzunasi 38 metr bo'lgan molxonamiz. Bu tomoni ham oldi